Assalomu alaykum. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bugun Kosonsoy Agrobank filialimizda tadbirkorlar uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Avvalambor xush kelibsizlar. Men mahalla bankiri Qudrat Faydboy bo'laman. Bank sohasi bo'yicha, kredit masalasi bo'yicha qanday sizlar o'zingizga qiziqtirgan savol bo'lsa, men o'qishinglar mumkin. Kimda savollar bor? Assalomu alaykum. Avtomag'azin Feydan, ayrim qadamqo. Qanaqangi o'zlik kreditlar bor? Xo'p. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsiz. Bizda bank sohasi bo'yicha bir qancha bank kreditlarimiz bor, bank mahsulotlarimiz bor. Avvalambor tadbirkorlik qilish maqsadida agar qilayotgan bo'lsangiz, ishsiz bo'ladigan bo'lsangiz agar, bizda hozir birinchi o'rinda biznesga birinchi qadam, ya'ni shu biznes boshlamoqchi biznesga birinchi qadam yo'llash bo'yicha 5 million so'mgacha yillik 25% yillik stavkasi asosida 1 yil muddatga kredit ajratib beramiz. Undan tashqari biznesga ko'mak ikkinchi kredit mahsulotimiz ham mavjud. Bunda ushbu 17 milliongacha kredit ajratamiz. Bundan asosan o'sha yillik stavkasi bundan ham xuddi qolganlarga nisbatan 25% dan 4 yil muddatga beramiz, 6 oy o'tkazilgan bo'ladi. Bundan tashqari yana 50 million so'mgacha kreditimiz ham mavjud. Bu 5 yil muddatga yillik stavkasi bilan 25% holatda 5 yil muddatga beradi, 2 yil imtiyozli davr bilan. Buni bilan talablari 5 million so'mga sug'urta kafillik asosida ajratamiz. Bunda siz o'sha ishsiz bo'lganligi sababli soliqni o'zingiz band qilgan holatda, guvohnoma olgan holatda kelasiz. 5 million so'mga sug'urta kafillik asosida beramiz. 17 million so'mga bo'ladigan bo'lsa, unga yoki sug'urta polisi yoki bo'lmasam uchinchi shaxs kafilligi asosida beramiz. 50 million so'm xuddi shunaqa uchinchi shaxs kafilligi asosida 5 yil muddatga 50 million so'mgacha beramiz. Bundan tashqari yana boshqa banklarimizdan oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, hokimiyat banki ushlagan holatingizda oilaviy tadbirkorlik bo'yicha kredit ham olishingiz mumkin. Buni foizi 18% dan belgilangan. Agar siz nomingizda YTT yoki NJJ tadbirkorlikka siz agar ochgan bo'lsangiz, yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, 1 yil davomida siz o'sha faoliyat olib borgan bo'lsangiz, aylanmalaringiz mavjud bo'ladigan bo'lsa, PK 312-sonli qaror bo'yicha sizga 7 yil muddatga 100 million so'mgacha, garovsiz 100 million so'mgacha, garov bilan 300 million so'mgacha kredit ajratib berishingiz mumkin. Sizda hozir hech qanday yo'qmi? Yo'q. Xususiy tadbirkorlik yoki boshqa qanday kredit so'ramoqchisiz? 5 million 5 million so'mga. 5 million so'mga o'sha o'zingiz band qilgan holatingizda shaxsiy tasdiqlovchi pasport, o'zingiz band qilgan guvohnoma va hokimiyat bankiga borgan holatda tasdiqnoma olib kelasiz. Hujjatlaringizni ko'rib chiqqan holatda ijobiy yoki salbiy holatda sizga javob berishimiz mumkin. Sog' bo'ling.